Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktin judadır hayat, alınır her ün mutluluk tıkıl. Alman yasakta azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurtta hiç amallıkını özümü sorayımız. Meni de hiç balını kolluganda kollumakçım ha? Boğde, yağaç kazanda bir kıtım aş pişidim. Meni sorusanla, ben addi bir cancı. Benim haksım, halıkni cebir zulümdü kuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, tinç, paravan turmuşka ilgi kılış. Hey! Şu ben diyen olmadığını kışka! Onun gıdaydıgan gepim var! Bizni iyiliği tarafga, azatlık meş'ili yangan, meni taqdirga başla heytemaka. Oygangan ziminni, endi hiç kim tutolmaydi. Mana endi uning bu arzusi pat arada 90'da bo'ladigan qonliq jang bilan amalga oshadigan bo'ldi. Shu kuni kechqurun salqin tushganda butun qo'shin 90 tarafga otlandi. Faqat Hoshur Kanto va uning xotini Modanxon bilan yashinib qolgan yana bir jangchi Qosim Afandi boshliq yaradorlarga qarash uchun Qora shaharda qoldi. Majuyingning eng yaramliq sarkardalardan Mashiming bu yurishdan allaqachon xabar topgani uchun 90ning Burjay, Yilonliq, Oqtog', Seriqto'ng, Qo'shterak va Suvpeshi degan yerlarni egallab, g'arbiy shimoldan sharqiy janubga taxminan 40 necha kilometr uzunlikka so'zilgan bir liniya qurib olgan edi. Bu yerlar mudofaalanishga atlik bo'lganning ustiga suv manbalariga yaqin edi. Urush ana shu yerlarning o'ttirsidagi g'ing-saydi bo'ldi. Hojining qo'shinlari suv manbalaridan bakkiroq bo'lg'achqa, to'mirdek qizib ketgan g'ing-sayda suvsiz qilishning o'zila o'limga tang edi. Uning ustiga Mashiming cheriklari son va qurol-yarog' jihatdagi ustunligidan tashqari hojining qo'shiniga qaraganda alohida muntazam bir qo'shin edi. Natijada yarim kunga yetmayla hojining qo'shini parishon holda qechishga majbur bo'ldi. Mashiming cheriklari ularni Org'ubuloq tog'larining ichiga qo'g'lab keldi. Nurg'ulg'an fidoilarning jasadi sayda qoldi. Bu jasadlarning ko'p qismi bugur ko'rli tarafdan kelib qo'shilgan va asosan qilich, nayza bilan qurollangan piyodalar qismi edi. Hoji bir necha muhofizatchisi bilan qo'shinning quyruq tarafida ketib o'tib, pat-patla otdan sakrab tushdi. Nurul Puganning qo'lidan pilimotni ilib, atlik bir yerga yetib oladi-da, qo'g'lab kelayotganlarni bir chekindirib etib, yana qochadi. Pat-patla saqilini siqindab, "Astag'firullah" deb pichirlaydi. Astag'firullah bu arabcha ibora odatda taqvodor kishilar orasida Allohga istig'for etib gunohini tilash ma'nosida. Avom xalq ichida bo'lsa, ajablanish, hayron qilish, ochiqlanish, hasrat nadomat chekish yoki pushaymon qilish ma'nolarida ishlatiladi. Boyatin beri hojining bu so'zni qaysi ma'noda aytayotganligi haqida aniq bir nima deyish tas bo'lsa-mu, uning burkutnigidek dugulik ko'zlarining cho'g'da kiyinib, nefis davlarining yopirmoqdek titrab ketishlari shu topda uning yurgiga achchiq alam hasratning yirik tikanlari qattiq sanjilayotganligidan derak beradi. Ehtimol u shu topda shuncha yillardan beri jafo mushaqqatni billa tortib, billa qon kechib, jonga jon, qonga qon bo'lgan. Uzundan uzun safarlarni ulashtirib kelgan sapdoshlarining
Gepiga quloq solmay, hatto dushman tarafning mudofiyalanish ahvolidan qilcha xabar topmay bu jangni boshlab xato qilganligini. Ya'ni bu qitimqi mag'lubiyatning bosh sababchisi o'zi bo'lib qolganligini endi tushunib yetgandi. Ehtimol o'zining shu qaram qaysarligi kasofatidan kis quyruqli diqmoq otlarga mingan Mojongning cheriklari bo'rondek bostirib kelganda dushmanni otqudek miltiqi yoki minib qochqudek eti bo'lmagan bir necha yuz olti shaharlik yigitlarning sayda qolgan qonliq jasadlari uning ko'ziga ko'rinib o'tadigandir. Ehtimol shularning hammasini o'zidan o'tgan gunoh hisoblab tavba istig'for bilan ichidan kuyib yeniyotadigandir. Ya'ni ehtimol o'zining siyosiy komissari Qosim apandining sodiq qandoq odam ekanligiga tushunolmay ichi pushiyotadigandir. Ani shundoq sabablardan bo'lsa kerak. U xeyli kunlargacha hech kim bilan so'zlashmay ichini tinglab yurdi. 6-bob. Bola sarkarda Turpanda. Men bo'z otga qaradim va sapsilib chiqdim. Bu otga minib olgan kishining ismi o'zim. Tavrat rivoyatlaridan. Shimol tarafı yolqin tog', g'arb tarafı issiq shamol gurildab turadigan bir parcha g'angsoy. Janub tarafı dengiz yuzidan 154 metr tuvanlikdagi Oydinko'l bilan qo'rshalgan Turpan shahri bu kunlarda tonurdek qizib, o'rtacha temperatura 50 gradusga yetib qolgan edi. Shahar aholisining ko'p qismi kunduzlarini kemir uylarda yoki eriq o'stan bo'ylaridagi dal-daraxtlar soyasida, kechalarni bo'lsa o'g'zilarda o'tkazadi. Faqat shaharning sharqi shimolidagi Qoqos tog'lar orasida cho'nqur jilg'iga joylashgan bo'yliq yezisi xuddi bir mo'jiza makoni kabi o'zining sharqirab eqib turgan sipsizik suvlari, baraqsan bog'lari va salqin shamol bilan yurakni sagitib, ko'ngilga aram shoirlarga ilhom baxsh etib turadi. Shoirning munu misralarni yozganligi tasoddifiy emas edi. Bir qadimki to'ptog' usti Qoqos. Bag'rida chaqnar ishkan gul ati yoz. Shu Qoqos tog'dan tomar chim-chim buloq. Marvoyitdak tomchisi zap parqiroq. Onda bir ko'l chayqilar kun sho'lisi. Qo'ynida oltin biliqlar jilvisi. Onda cho'g'liq guli rayhon mirzigul. Munda atri birla narkas sabdigul. Bük baraqsan bog'larini nimaday. Qaysi til birla uni ta'rif etay. Xarqirab turg'ach barangda sop üzüm. Jilvisidan har nafas tolbi ko'zim. Nima bu? Yoqutmi yoki qahrivo? Yoki zumrat, qoshtishi zabdilrabo? Dar uni shaxs-shaxida ko'rgan kishi oq qizil sayva bijoqi kishmishi. Qizirib tursa onaring g'unchidak, xuddi turpan qizlarining mangzidak. Tomsi shoptul anjuringning sharbati, jonga jon qo'ysa uning tam lazzati. O'yladim, jannat degan yer qanchalik. Bo'lsa bordur uzliqi bir sanchilik. Ay go'zal bo'yliq degan jannat makon. Kim sana bermez ko'ngil ko'rgan hamon. Mojongning Zinjan jangida mag'lub bo'lgandan keyin Turpan o'ymonligiga chekinib, Turpan shahrini qarorgoh qilgan. Bu kunlarda saraton issiqqa bardoshlik berolmay, o'zining shtabini shahardan ana shu bo'yliqqa vaqtincha ko'chirib chiqqan edi.
kun petib salqin tushishga boshlagan chaqda yangsiz oq ko'ylak kiyib, puchqoqlarini tizg'ichi turib olgan egiz bo'yliq, oq yuzlik, qora qosh bir yigit sharqirab yiqayotgan o'staqning o'ttirsida chiroyli bir bo'z otni suvga pishildirmoqda edi. Uning bilak muskullari xuddi sportchilarning bo'ljung go'shtlaridek ko'pchib turadi. Yigit bo'z otni yuyib o'tib, uning oxunikidek chiroyli ko'zlariga pat-pat suyib qo'yadi. Bo'z ot egisiga javoban uni purab qo'yadi. Neriroqdagi sugat soyasida 3 harbiy kishi bu manzarani tomosha qilgach, qizg'in paranglashmoqda edi. Ularning biri Majung Yingning ochisining eri, otliq qismlar qo'mondoni Ma Xusan. Ikkinchisi 50 yoshlar chamisidagi shalom soqolliq, yuzlari qip-qizil kelgan do'g'liq bir kishi bo'lib, u Majung Yingning imomi Oxun Tuanchang edi. Uchinchisi ko'k ko'z, qonxarliq, siriq cheki chochlari bilan qisqa burida oqirib ketgan egiz bo'yliq kishi edi. Bu kishi Birinchi jahon urushi mazgilidagi Turkiya sultonlik armiyasining ofitseri Kamal Kazimiy bo'lib, Turkiyada jumhuriyat qurilgandan keyin chegirdan qochib chiqqan. 1931-yilining oxiridan buyon Majung Yingga mushavirlik qilib kelmoqda edi. Ha, yoshlik qandoq yaxshi ha, dedi u o'z hamrohlariga. Kishi yigitlik davrida o'zini Arslandek baquvvat, qushdek erkin, bo'rondek ushqur, chaqmoqdek chaqqan his qiladi. Gasilingni har bir ko'rganimda mening mo yigitlik chog'larim yodimga tushadi. Endi uni gasiling demasakmi bo'la? Mening hisobimcha, u bu yil 23 yoshga to'ldi. Bir ishki bolaga ota bo'ladigan chig'i bo'ldi. Afsuski, uning yoshligi jang to'lpirining ustida, dasht bayovanda qilich o'ynatish bilan o'tib ketyotdi. Onunga hayronman. Qaramamsizlar uning beparvoligini. Jahonda shuncha ishlar bo'layotsa, yosh bolalardek g'amidimi yo'q, ot bilan o'ynashayotganini, dedi Ma Xusan. Xatolashdingiz general janoblari. E'tiroz bildirdi Kamal Kazimiy kulib turib. Siz xuddi chatqallar arsida g'ilpal ko'rinib qolgan qoplanni yov mushuk deb xato paraz qilgan ovchidek gap qilyapsiz. Uni beparvo deyishingizga qo'shilmayman. Shu topda otni pishildirib o'tib, uning qandoq muhim strategiyalik fikrlar bilan band ekanligi bir Allohga ma'lum. Qalbi ulug' g'oyalar bilan to'lqinlanib turgan kishilar odatda sodda yoki beparvo ko'rinadi. 17 yoshida butun bir batalyonga komandir, 23 yoshida bir necha ming kishilik qo'shinga sarkarda bo'lib, jahonni zilzilga keltirayotgan kishini beparvo deyishga bo'lamdi. Menimcha, uningdagi bu ajoyib qobiliyatni otoyi haq deyish kerak. Shundaq kishilar arab tilida istidod sohibi, yunonchada talant deyiladi. Ammo uning yoshlik bahori jang tulpirining ustida o'tib ketyapti degan gapingizga qo'shilaman. Mening farzimcha u texi biror qizning beligini tutib boqmagan bo'lsa kerak. Omo bizga o'xshash erkak bandig'i. Mana bu jihatiga g'amxo'rlik qilishni bizning burchimiz deb hisoblayman. Mushavir janoblari, siz xatolashdingiz. E'tiroz bildirdi Oxun Tuanchang. Uningga xotin zotidan biror gap qilishdan hazar aylang. Bo'lmasa, yovsilingga o'xshash ozariyib qolasiz. Xo'sh, taqsir. Yo'lbozbekka nemish bo'lgan? Yaqinda yovsiling bizning boy sarkardimizning shaxsiy turmushiga g'amxo'rlik qilish niyati bilan uzoqdan gap boshlab kelib, sizga qiz tepib qo'ydik. Dadisi taqvodir odam. Ya'ni, eliq kuni oldingizga salomga kirgan Yang Hoji, agar ma'qul ko'rsangiz, devidi, Gasiling g'azabdan yerlik tekidek bo'lib, yovsiling, soqilingizni demasam, yuzingizga birni tikirib etgan bo'lar edim. Menga bundoq gaplarni qilmang. Men bu muqaddas jihodni anjomiga yetkazib, islom davlat qurmoqcha xotin zotiga qaramayman. Uning ustiga Guchung jingida shahid bo'lgan inimning qorliqini tutayotganim esingizda yo'qmi deb koyib ketdi.
Ha, maşallah. Onunğa aqida bağlab xata qilgan ekanman. Arablarda mundaq bir hikmat bor. İnsanның vücudida ko'z, quloq, ig'iz, burun, amchak, kindik va tanasil a'zolardan iborat 12 to'shik bo'ladi. İnsonga keladigan falokatlarning to'lisiga bu 12 to'shikning ikkisi, ya'ni ig'iz bilan tanasil a'zo sabab bo'ladi. Kimarski bu ikki to'shikka ega bo'la olsa, murod maqsadiga oson yetadi. Bu hikmatdan murod oliyjanob g'oyaga intilguchi kishi o'z nafsiga texmi ega bo'la olsin demakdir. Yoshlik g'ururi jo'sh urib turgan kunlardimi o'z nafsiga ega bo'la olgan mo'shundoq bir sarkardaning nökri bo'lganligimdan faxrlanaman. Mundaq odam ana yovsulingmi kelib qoldi. deb uning gapini bo'lib Oxun Tanjang. Darvaqa yo'lvoz bir necha otliq muhofizatchisi bilan so'qmi tomliq bog'ning do'qmishidan qayrilib, ularga yiqilib kelib qolgan edi. Yo'lvoz bilan yondosh kelayotgan 27-28 yoshlar chamisidagi bir yigit o'zini o'xish pichimliqi, qo'y ko'zlarining ifodachanligi bilan ko'zga tashlanib turadi. U 20-yillarning keyingi yerimida Shimoliy millat tarislarga qarshi urush mazgilidagi inqilobiy hukumat tarafidan Moskvaga o'qishga avatilgan. Moskvadan qaytgandan keyin Majumyinga qo'shilib, bu kunlarda uning asosliq mushavirlaridan biri bo'lib qolgan Jang Yashov edi. Jang Yashov bilan yo'lvoz Majumyinni ko'rish bilan otlaridan darhol tushib, uning oldiga oldirashmishdi. Majumyinmi muhofizatchilarning yordami bilan ishni kiyinishga boshladi. Chunki bugun Jang Yashov uningga muhim xabar elib kelishi va shu munosabat bilan jiddiy yig'in o'tkazilishi lozim edi. Ishlar o'ngishliqmi? Aksicha. Nima? Ma'qulga kelmabdimi? Mana uni javobi. Dedi Jang Yashov bir lipopni Majumyinga sunib. Gap bir necha oy ilgari Majumyin Guchungni ishg'ol qilganda asir olgan general Li Xayru bilan yaponiyalik Dai Sikoni almashtirish to'g'risida Shinsega berilgan taklif ustida ketyotdi. Li Xayru Guchungdagi bir necha ming kishilik hukumat qo'shinining qo'mondoni bo'lib, uning qo'shini tarmar qilingandan keyin Majunyinga taslim bo'lgan. Majumyin uni qandoqdir bir g'araz bilan mushavirlikqa tayinlab, o'z qishida saqlab yurgan edi. Dai Siko bo'lsa, Yaponiya bosh harbiy shtabidagi general mayor Yamada tarafidan 1930-yili avgust oylarida Tianjin shahrida turishliq Yapon generali Masuma Tokinjining huzuriga maxfiy avatilgan. Keyin Masuma Tokinji uni Gansuga, ya'ni Majumyinning xizmatiga avatgan. Boy turqi pakarroq, o'ziga qaraganda beshi yo'g'onroq kelgan Dai Siko jang san'ati ilmiga komil bo'lganning ustiga bir necha xil chet el tillariga pishiq. Bo'libmi maxfiy telegraf shifrlarini yechishga mutaxassis edi. Uning ustiga Shinsega nisbatan aytganda Majumyinni Yapon jahongirligining quyrug'i deb isbotlashga buningdan yaxshi paket topilmaydi. Shuning uchun Dai Siko asir tushgan kundan e'tiboran Shinsey uni mirsa qamoqda saqlab, uningdan kang kushada foydalanmoqda. Li Xayru o'z vaqtidagi Jingshurin hokimiyatidan qolgan qo'shinning yuqori darajali generali bo'lsa-mu, Shinseyning nazarida Dai Sikoga nisbatan hech qancha qimmati yo'q quruq so'ngak edi. Shinsey ana shu sabablar tufayli Majumyinning bu ishga asirni almashtirish haqidagi taklifini qat'iy rad qilgan edi. Demak, uning suhbat o'tkazayli degani yolg'on. Urushga tayyorlanganini rostkan. Shundaqmi? Dedi Majumyin Shinseyning javob xatini o'qib bo'lgandan keyin. Shundaq. Ishni go'shmont bilan urg'ulib bo'lmaydi. Endi masalani urush xudosi hal qilish kerak. Men uning suhbat o'tkazish taklifiga shu chog'da gumon bilan qargan edim. Bu gaplar bo'layotganda Kamal Qasimlarmi bu so'ringa jam bo'lishgan edi. Majumyin, "Qani, uyga yuringlar," deb bog' tarafga mangdi. Go'yo bayatdan hech qanday gap bo'lmaganidek, uning chiroyida qilcha jiddiylashish alomati ko'rinmaydi.
Әксіше, at бақарның еніден өтіп кетіп өтіп, боз атның дүмбісіні bir шікі сылап сағырсығы ұрып қойды да. Әті, тақсын еңгішләшіні ұнтып қалсаң, қолықыңны үзіп, қолыңға тұтқызып қойымен. Bağının tör tərpidəki kötürmülük öy bir qarashda çaqqanğını kelgan zalğa o'xshab ketdi. Bu Uyg'urlarning milliy uslubida tangdan to'lisi supuliq qilib silingan öy bo'lsa-mu, endilikda Majonyingning buyrug'i bilan supsi buzib tashlanib, yerga pishqish yeyitilgan edi. Taskay tarafdagi gullik panjiradan g'uyuldab kirib turgan salqin shamol uyning havosini tangshab turdi. Uyning o'ttirsig'a yong'oq yog'ichidan yasalgan 4 burjaklik ustaldan 3 juplab qo'yilgan. Uning cho'risida bir necha yog'och o'rindiq. Panjiraga yaqin bo'lingda oddiy kulrang raxtdan tikilgan nepis ko'rpa siliqliq yog'och karvat. Uningda bir saman yostiq bilan oqish yip adyal yig'liq turibdi. Uyning bar yo'q besati shu bo'lib, bu uy Majonyingning hem yatqi hem meclisxonasi edi. Qarang'u tushmayla ustal ustiga 2 gazvoy lampa keltirib qo'yildi. Bu gazvoy lampalar texi yaqindala ostonadagi Maqsud baylarning uyidan elib kelingan. Ehtimol turpan bo'yicha buningdan boshqa gazvoy lampami bo'lmasa kerak. Ustalga tizib qo'yilgan meva chevalar shu lampalarning yo'rig'ida jo'lalanib turadi. General Li Xayro ko'rinmaydi-g'o. Nerqa uyda? Tav yo'q bo'p qopti. Yana apyon xumari tutibdi-da. Bo'pti, biz paranlashaveraylik. Xo'sh, yozsilang, gap qiling. Turpan o'ymaligidan ilingan yangi askarlar qanchaga yetdi? 1500. Ozroq xanzu. Kamlik qiladi. Az deganda 2500 ga yetkazing. Hey, qarshilik kuchlik. Qeyrilar, hamma o'g'illarimizni askarlikka tutib ketsanglar, teriqchilikni kim qilib, kim sizlarga ochliq to'kidi, kim sizlarga o'tin samon to'shiydi deydi. Qeyrilar, nima desa, menga jihodga yaraydigan yigitlar kerak. Kofir bo'lsinmi mayli. Siz o'z chanto'laringizga yumshoq ko'ngillik qilyapsiz nima? Yo'qsa, undaq emas. Yovsilingni bundoq demang, uningga uval bo'ladi. Hatto yovsiling menga jangga yaramliq 1000 ot jobdib berdi. Xizmatingizning ajrini ko'rasiz. Men chiqargan pul qanday o'tyapti? Bu xilila ig'ir masala bo'lib kelyapti. Bozorda mol qiz, xarida paloni mol bormi deb so'rasa, do'kondan u molning bor yo'qini aytmay turib, pulingizni ko'ztung deydi ekan. O'lki puli bo'lsa, u mol bor bo'ladi ekan. Biz chiqargan qog'oz pul bo'lib qolsa, u mol yo'q bo'ladi ekan. Ahvol shu. Mening nomimdan yangi farmon chiqaring. Kimarski mening pulimni olmaydi ekan, uningga o'lim jazosi beriladi. Angladingizmi? Shu arada ko'zoynak taqagan kesal chiroy bir ofitser bo'sog'ida paydo bo'lib, yig'ilishga kechikib qolganligi uchun kechirim so'radi. Dal vaqtida keldingiz. Biz texi asosiy masalaga ko'chmadik. Qani, o'tiring. Do'stingiz Shingsay degan ahmoqni qaramamsiz. Bir yapon pakirini sizda generalga tegishli unimabdi. Mana, o'qing. dedi Majonying uningga Shingsayning boyiga javob xatini uzdi o'tib, kinoyalik kulib qo'ydi. Telekimning ijobat bo'lganiga ming qatli shukr. Uning oldiga berish, o'lmay turib, do'zaxga kirish degan so'z edi. Uningdan sizning huzuringizda asir bo'lib yurganim yaxshi. Siz hozir asir emas, mening e'tiborli mushavirim. Shuning uchun sizning muqaddas ishingizga jinim pida. Ba'zida kichikkina chumula yo'g'on bir pil qilolmaydigan ishning hodisidan chiqib kelishi mumkin. Yo'q, o'zingizni chumuliga o'xshatganingizga qo'shilmayman. Siz o'z navbatida pildek odamsiz. Endi o'zingizning aql donishingizni namoyon qiladigan chog' yetdi. Ko'rib turibsizki, Shingsay bizni urushga chaqiryapti. Asir almashtirish haqidagi taklifimizni qo'pollik bilan rad qilganligi buning dalili. Qani, aytchi. Biz ishni nimadan boshlashimiz kerak? Ishni nimadan boshlashimiz kerak deb maslahat so'rashning hojati yo'q, ukam. dedi Mahfusan Li Xayroning o'rnida javob berdi.
Endi Xudoyimmi, Zinjandikidek yozda qor mo'ldir yog'dirib etmas. Erga bir navbat, yerga bir navbat deb ekan. Biz jangga tayyor. Bu do'ram Urumchi ko'chasida qilich o'ynatolmaydigan bo'lsam, etimni yetkazib tashlayman. Himmatingizga barakalloh aka. Darvaqa bu do'ram g'alba cho'qim bizning bo'lishga imonim komil. Ammo o'ziga ishonish bilan billa ko'ranglikdan saqlanib, az qurbonlik badaliga zo'r g'alabalarga erishadigan kishi haqiqiy sarkarda bo'la oladi. Zinjon jangidagi muhim tajriba saboqlarning biri shuki, men bu yerda dushmanimning dushmani mening do'stim degan hikmat bo'yicha Shansayning kushandisi Jiang Piyuanni ko'zda tutib, general Li Xayrudan shu vaqtda maslahat so'ramoqchiman. Jiang Piyuan degani Jingshurinning mashhur sarkardalardan biri bo'lib, o'z vaqtida Qumul dehqonlar qo'zg'olonini bostirishga bosh qo'mondan qilib avatilganda, Shansay uning qo'l ostidagi bosh mushavir edi. 1933-yili Urumchida yuz bergan atalmish 12 aprel voqeasi bilan Jingshurin taxtdan qo'g'langanda Jiang Piyuan uning o'rniga do'ban bo'lish tamasidi edi. Biroq uning orzusiga qarshi bu o'rinni Shansay egallab olgan. Shuningdan Jiang Piyuan Ili rayonini mustaqil bir harbiy kinazlik qilib olib, Shansay bilan qarshilashmoqda va qachonli bo'lmasin Shansaydan hokimiyatni tortib olish xayolida bo'lmoqda edi. Shuning uchun Li Xayru Ma Jungyingning nima demoqchi bo'lganligini darhol tushunib, xizmatingizga tayyorman deb o'rnidan turdi. Amsa biz ishni Jiang Piyuandan boshlaylik. Agar uning bilan ittifoq tuzishga muvaffaq bo'la olsak, Shansay omburga qisilib qolgan bir tal mixga o'xshib qoladi-da, birla kutsak, uni uzil-kesil yulib tashlay olamiz. O hilmo yetim yesir holatda. Qumul, Bargul, Turpan, Pishchandan Davanchingacha bizning qo'limizda. To'qsin bilan Qor shaharmi bizning. Janubiy Shinjongdami bizning kuchimiz bor. Xo'janiyozning ish chog'liq. Chunki orqasidan biz qo'llaymiz. Oldidan Qashqardagi Majanson to'siydi. Shansay Xo'janiyozga hargiz yordam bera olmaydi. Ko'chang bilan cho'chakni hisobga olmaganda, Shimoliy Shinjongmi bizning ta'sir doiramizda. Demak, Ili tarafdan Jiang Piyuan, bu tarafdan biz tegish qiladigan bo'lsak, Urumchi cho'qiga qisilgan bir parcha lo'q go'shga o'xshab qoladi xolos. Shuning uchun Jiang Piyuanga darhol elchi avasakmikin deyman. Bu elchilikka siz loyiq edingiz. Biroq bu jafoliq uzun safarga chiday olasizmikin? Sarkardimizning ishonchisiga noil bo'la olganligimdan faxrlanaman. Jiang Piyuan bilan Okufkidek o'timiz. Uning tomirining qayoqqa so'qiyotganligi menga oydek ro'shan. Afsuski, mening bu kasalmanligim. Mahhusan tumshiqini so'zib, Oxun Tanjongning qo'liga pichirladi. O'sirg'aqqa orpinini bahona deb, mava qeri shaytonning topgan elisiga qarang. Oq isht, ko'k isht, baribir isht. O eliga berib olsa, bizga vafo qilamdi. Mening bu inim yanada yoshli qilyotidi. Oxun Tanjongmi pichirladi. Xotirjam bo'ling, birodar. Bizning sarkardimiz yoshli qilyotgani yo'q. Bu shaytonni sinayotidi. Darvaqa, taqdavallardan ish mangdigan safarga sizning salomatligingiz yor bermaydi. Yaxshi, siz Jiang Piyuanga mening nomimdan bir parcha, o'z nomingizdan bir parcha xat yozing. Agar u biz bilan ittifoq tuzishga rozi bo'lsa, Shansayni yo'qotgandan keyin Shimoliy Shinjongni uning ixtiyoriga berishga tayyorman. Janubiy Shinjong menga qolsa kifoya. Yoki birimiz Jo'shi, birimiz Duban bo'lib, Shinjongni ikkimiz tang so'rsaqmi bo'ladi. Aytmoqchi, aramizda maxsus telegraf aloqasi o'rnatish to'g'risida yozishni unutib qolmang. Xatlarni bizning tanjonglarimizdan biri qurolli choparmanlar bilan tez opirib uningga yetkazsin. Qanday deysizlar? Endi Sovet ittifoqining Urumchidagi konsuli bilan aloqa bog'lash masalasi qoldi. Kamal apandining cho'chakdagi Sovet konsuli bilan aloqa bog'lash ishi bir boshqa chiqmadi. Urumchidagi telmashlarimizdan kelgan maxfiy ma'lumotlarga qaraganda, Shansay degan xunpar Sovet konsulxonasiga ko'p qatiraydigan bo'lib qoptimish. Bu biz uchun xatarlik ahvol. Men shuni tushunib yetdimki, Shinjongda biror cho'ng ishni vujudga chiqaraman degan kishi
Sovet ittifoqi bilan kelisholmasa, zodi bo'lmaydi ekan. Shundoq emasmi, Jan apandi? Shundoq. Bizning keyingi siyosatchilarmi bu yakunga e'tiborsiz qaray olmaydi. Chunki Xinjiangning siyosiy, iqtisodiy ahvoli bilan jo'grafiyalik muhiti shuni taqozo qiladi. Biz bu qitim sal kechikkan bo'lsakmi, yana bir urinib ko'rsakmikin deyman. To'g'ri. Biz Shansayning suiqasdchi ekanligini, vaqti kelganda Ruslarga vafo qilmaydiganligini, agar Ruslar bizni qo'llasa, hech bo'lmaganda betaraf turadigan bo'lsa, ularning hamma talablarini bajo keltirishga va'da beradiganligimizni konsulga aniq uqtirishimiz lozim. Buning uchun siz mening shaxsiy vakilim sifatida Urumchiga berib kelishingiz kerak. So'rindikilar xavotirlanib bir-biriga qarashdi. Ma Jungying ularning ko'ngildagini sezib beparvo kulib qo'ydi va mundaq dedi. Xotirjam bo'linglar. Jan apandi Urumchiga qanday qilib xavf-xatarsiz berib kelishni o'zi biladi. Shunday emasmi? Ukam. Daisiko Shansayning qo'lida. Buni unutib qoldingmi? Onun kari chaqliq. Daisikoni men chillab kelmadim. Menimcha Daisikoning kimlar tarafidan va nemishqa mening qishimga avatilganligidan Ruslar allaqachon xabarda. Mubada men Yaponlar bilan bo'lgan aloqamni uzib, Ruslarning degan yerdan chiqa oladigan. Masalan, ularning talablarini o'rindashda Shansaydan ish tushadigan bo'lsam, ular meni qo'llaydi deb o'ylayman. Diplomatiya degan shundoq bir nima ekan. Qandoq dedim Kamal apandi? Sizlar to'g'ri aytdi. Diplomatiya qimarga o'xshaydi. Usti qimarvoz qaysi tarafda omad borligiga ko'z yetsa, shu tarafga dog'i chiqadi. Ruslarmi bundan mustasno emas. Ansa shundoq bo'lsin. Sizning qishqi tayyorligingiz qandaqroq? Yo'lvoz savdogarlardan yig'ib olingan raxt puchak bilan 4000 kishilik paxtalik kiyimning tayyor bo'lganligini, 9-oyning oxirigacha qolgan tayyorliklarning butunligini doklad qildi. Mahfusan: "Hey, yana nima qishlik kiyimning gapi, ha? Qishqcha yetaveramdiq bu yerda." "Hey, chechilg'oq bo'p qolsiz, aka. Kanto qarindoshlarimizda qishda oziqo'ng, yozda yepinchang degan gap bor ekan. Bu hikmatli gapni burunroq anglagan bo'lsam, Zinjandagi fojiaga yo'liqmagan bo'lardik. O chaqda Zinjan osmonidan yoz kuni qor mo'ldir yoqqan bo'lsa, endi Urumchi osmonidan qon yog'diraman, qon." So'rindikilar uning og'ziga qarg'an beti ship bo'lib qolishdi. Yosh qurami jihatda 23 yoshlik Ma Jungyingga nisbatan ba'zisi ota, ba'zisi aka yo'lliq bu kishilar orasida u o'zining yosh yigitlarga xos chappas va turgulligi. Ustuvash va so'z harakatda oddiy soddaligi bilan ularning sardori emas, balki qo'l ostidagi oddiy bir ofiserdek ko'rinsa-mu, uning og'zidan chiqqan har bir ig'iz so'z ular uchun daxli taruzsiz bir qonun farmon bo'layotganligi sezilib turadi. Kamal Kozimiy yig'ilishdan tarqab chiqib o'tib, Mahusanga mundaq dedi: "Mashaalloh. Men baya uni yosh va beparvo deyishingizga qo'shilmayman. Shu topda otni pishildirib o'tib, uning qanday muhim strategik fikrlar bilan band ekanligi bir Allohga ma'lum demaganmidim. Rasmikan. Qarab turing. Sizning bu kapsiz qiyningiz endi shunday ishlarni boshlaydi-ki, xayr, uning oxirini ko'rishni Alloh bizga nasib qilsin." 7-bob. Jodugarning afsuni. Shayton odamzotning terisi bilan go'shtlari orasida yurarmish. Uni odamning o'zi bilmasmish. Qisasul anbiyodan. Xo'sh xabar. Bugun bizga qutlug' kun o'xshaydi. Dedi Shingsay og'zi qulog'iga yetgan holda telefon trubkasini joyiga qo'yib o'tdi. Bosh konsul Zlatkin bugun kashqurun xonimi bilan bizning uyga patilab kelgan bo'pti. Sizni qizg'in tabriklayman, suyimlikim. Xudoimning qatli shukri. Sizning amikol bekor ketmabdi. Dar haqiqat bu ish osonga tushmadi. Fursat g'animat. Bu ko'k ko'zga ta'sirimizni obdanroq o'tkazishimiz kerak. Darhol oshpazlarga buyuring. Ularning og'zida qog'idek taomlarni tayyorlasin. Taomlarimiz ham tansoq, ham yenik bo'lsin.
Ruslardımı başqa Yevropalıqlarga o'xshash, atiganda baydak, tushda podshohdek, oqshimi gadoydek oziqlan degan gap bormish. O'zimizning jungoch saylarimiz obdanroqdir. Shundoq. Anlashimcha, bu ko'k ko'zlarmi bizning saylarimiz bilan uzun saqlangan oq orqamizga amroqmish. Jami qancha kishi bo'lar? Ular xotin ishkaylan. Chingdili xotini bilan ishki. Haros tarjimon sifatida Ping apandini chaqirmasak bo'lmaydi. 5. Biz ikkimiz qo'shilib, aytavor bir ustalik bo'ladi ekanmiz. Shundoqmi? Shuni unutmangki, ustal tomoqxonamizga emas, mening qubulxonamga rastlansin. Mehmonlarni to'p-to'g'ri shu uyga boshlaymiz. Tushundingizmi? Tushundim. Qubulxonaga yandash kitobxonani eshigini yo'g'on ichib qo'y. Bosh konsul o'z o'rnida o'ltirib, kitob shkaflarini aniq ko'rib turadigan bo'lsin demoqchisiz-ku. Sizning donishmandligingizga qoyilman. Mening jubileyangim. Yana bir gap. Konsulning xonimiga tunji didor ko'rish xotirasi uchun sovg'at berishni unutib qolma. 1933 yili yoz kunlarining biri Shinseyning atiganlik faoliyati ana shundoq boshlandi. U Sovet ittifoqining Urumchidagi bosh konsuli Zlotkin bilan talay qaytimlari uchrashgan bo'lsa-mu, mundaq uchrashishning o'z uyida biror qaytim bo'lishini taqozolik bilan kutatdiki, uning nazarida bu uchrashishning nima natija bilan oxirlashishi o'z taqdirining qandoq bo'lishini belgilaydigan muhim omil edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, yilqi telefon xabarini anglagandan boshlab u shodlik bilan g'am, umid bilan shubha, ishonch bilan taraddudlanish orasida tengqab, o'zini qo'yadigan yer topolmayotgandek xotin gilimi silingan ozoda uyning ichida og'zidan tamokisini tushirmay, tinimsiz mengishqa boshladi. Qazara, konsulning ko'zi kitob shkaflariga tushmasa yoki huquqmishliq kishilarning uyida kitob shkaflarining bo'lishini odatdagi ahvol deb